Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Mushu Samsung telefoni ishlatayotgan do'stlarning talab qilishi bilan Samsung telefondagi Uyg'urcha xatning chiroyli chiqmasligi masalasini hal qilishni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi. Diqqatinglar tövəndəki ko'rsatmada olsun. Aldı bilan telefonimizda Samsung hisoboti ochib olishimiz kerak. Anandan keyin o'zimiz yoqtirgan ma'lum xat nusxasini, ya'ni xat shaklini font deb ataymiz. Shu fontni telefoningizga qachilab tayyorlab olishingiz kerak. Andan keyin men sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan Mono Z Font 3 degan appni telefoningizga qachilab hozirlashingiz kerak. Men qachilmoqchi bo'lgan xat nusxasini telefonimga tushirib hozirlab olgandim. Shu bo'yicha ko'rsatib o'taman. Shu xat nusxasi shu. Aldı bilan telefonimizga tushirib hozirlab olgan Z Font degan appni ochamiz. Shuni qo'shib ekran keladi. Tamam deymiz. Z Fontni ochib bu yerdagi xat nusxasini o'zimiz tanlab beradigan yerni ochamiz. Bu yerdan qo'shish belgisini bosamiz. Birinchisini bosamiz. Men qachilmoqchi bo'lgan xat nusxasining o'chiti mush holati chiqdi. Sizlarniki bu holati chiqmasligi mumkin. Bu holati chiqmasa, bu yerdan telefoningizning sig'imiga kirsizlar. Kirgandan keyin o'zimiz tushirib olgan font va hujjatni ochib beramiz. Fontni ko'rsatib bu hafta shunday qalayimqan e'lonlar chiqib oladi, buni o'tkazib olsangiz bo'ladi. Biz qachilmoqchi bo'lgan xat nusxasini ko'rsatib beramiz. Bu ekran keladi. Bu ekrandan Apple'li buni bosamiz. Bosgandan keyin eng ustdagi buni bosamiz. Bu ekran keldi. Bu ekrandagi biz birinchisini bosamiz. Bosgandan keyin Samsungning o'zining Samsung Sans degan bu xat nusxasini qachilashni bizga ko'rsatdi. Buni biz yukla deymiz. Samsung xat nusxasi yüklandi. Endi ikkinchisini tanlaymiz. Biz tushirib yuklab olgan Samsung Sans 4-chisini tanlab beramiz. E'lon chiqdi. Bu ekran kelgandan keyin 3-chisini tanlaymiz. Biz bayatni deb o'tganimizdek Samsung hisobi bilan telefonimizga kirib olgandik. Bu yerni atlab o'tib ketamiz. Endi 4-chisini bosamiz. 4-chisini bosgandan keyin bu ekran keladi. Yeşilni bosamiz. Bosgandan keyin bu ekran keladi. Biz şimdi yedekle deganni bosamiz. Yedeklab bo'ldi. Tamam deymiz. Keyingi chekinimiz. Endi bu ekran kelgandan keyin 5-chisini bosamiz. Tamam deymiz. Andan keyin tövəndəki birinchisini bosamiz. Bosgandan keyin biz qachilmoqchi bo'lgan xat nusxasini ko'rsatib berdi. Yukla deymiz. Bu ekran kelsa, yana da yukla deganni bosamiz. Endi ikkinchisini bosamiz. Bu ekran kelgandan keyin eng ustdagi varsayılan deganni bosamiz. Eng oxirida tövəndəki 3-chisini bosamiz. Bu yerda eng ostdagi Let's Go yeşil knopkani bosamiz. Telefonning tipi bu yerda ko'rindi. Biz buni tanlab yenile buni bosamiz. Tamam deymiz. Sonra deganni bosamiz. Telefonimizga Uyg'urcha xatni chiroyli ko'rsatish usuli tamomlandi. Endi bu ekrandan chekinib chiqib, ana ekranga qaytamiz.
Endi WhatsApp'ni açıp qarab baxsaq buludu. Ko'rganinglardek Uyg'urcha xatlar shundoq chiroyli, normal ko'rindi. Do'stlarimizning yoqtig'iniga rahmat.